Bunda biz vijvaniya qilamiz. Asosan faqat vijvaniya o'ynaymiz. O'zimizga uy quramiz. Ashaqa narsalar qilamiz bolalar. Ashaqa narsalar qilib o'tiramiz. Hozir mana biz yana qiladi olaylik-da. Hozir. Boshqa narsa buzoribman. Bu serial, bu Minecraftda degan video, bu serial o'z aslida. Bunda biz o'zimiz uy qurib, o'zimiz ashaqalar qilib yashayman. Shunaqa. Qayerga tushib qolganini o'zim ham bilmayman. Har xil daraxtlar bor ekan. Biz hozir birinchi vijvani o'ynab uy quramiz. Endi bunga xo'sh, mana birinchi versiyaga yasab olamiz endi hozir. O'qana. Yuringlar, uni ochroq ekan, ashitib borib beramiz. Mana shu yerda uy quraylik bolalar, mana shu yerga. Mana shu yerda uy quramiz. Dengiz yoniga. Ya'ni mana qilib taxt yasab olamiz. Verstak. Mana qani ham bir yo'l yasab olaylik. Verstakni olib qo'yaylik. Xatoni tutamiz. Mana shu yerga qo'yib, bitta birinchi bo'lib bolta yasaymiz, kirka. Hozircha qolgan ishlar kerak emas. Verstak shu yerda tursin. Birdan o'ni aytdi. Mana shu yerda uy quramiz. Birinchi oddiy o'zimizga uy qurib olamiz. Oddiy bo'ladi. Undan keyin o'zimiz katta uy quramiz, bir dacha qurib olamiz o'zimizga. Shu bilan kuchayib ketamiz. Xo'sh, qani. O'zimiz qayerdan keldik? Ana. Uni aytdik. Yana shu. Sal qolishimiz kerak edi, bo'lmasa adashib qolamiz. Yaxshi joy yashayotganda o'zi. Shuning uchun. Xo'sh. Nima qilamiz? Birinchi bo'lib uy qurib, keyin urug'imiz bor, dengiz yoniga qilib qo'yamiz. Nima edi? Agarot. Ferma quramiz keyin. Shu bilan och qolmaymiz. Mana bu daraxtdan olib olaylik, kerak bo'ladi bunaqa daraxtdan. Xo'sh, nima qilamiz? Zo'r ketyapti, lekin vijvani ham. Birinchi narsalar yig'ib olamiz. Biz shu yetadi hozircha. Taxta qilib olamiz. Nima bu? Ha, daraxt ekan. Ivers taxtaga qo'ydik. Uyimiz qayerda endi? Uyimiz qayerda? Hozir uyimiz yo'q-ku. Bu yerdamidi? Ana, adashib qoldik o'sha. O'sha adashdik, biz adashib qoldik, bolalar. Biz adashib qoldik. Endi qayerdan topamiz uni? Evers taktikaga qo'ydik, bolalar. Ha, bo'ldi, topdim mana. Topib oldim mana, bo'ldi. Bironta belgi qilib olishimiz kerak mana shu yerda. Abdullas endi mana shu yerda xo'sh, birinchi bo'lib taxta qilib olamiz. Biz eng zarur taxta. Qanaqa taxta bo'lsa ham shu bilan uy
kurib olamiz. Bitta eshik kerak bo'ladi. Eng asosiy narsa eshik. Mana shu yerda jichcha kichkinaga uy qurib olsak bo'ldi. Qani bolalar, video yoqayotgan bo'lsa like va подписка. O'tgan safargi videoni yoqdim bolalar. Komandiy blok chiqarish o'rgatganim. Hozir quramiz. Unaqa baland bo'lish shart emas, shohona bo'lib. Buncha verstga kirib ketyapti. Chiqoldik ana. Ana Qapti bularadi. Qani xo'sh, mana bu safar yangi merlik uchun sal boshqacharoq bo'lyapti. Qatyapti yangi merlik uchun. Bir ish o'ynasam qatmay qoladi. Ana, voy. Sal chatoq bo'lib qoldi bu yerda. Mana bunday qo'yasiz. Turib olaylik. Qo'yamiz. O'rnatib qo'ysak, uyimiz deyarli tayyor. Qo'y tushib ketdi nima? Hoppa, ana qo'yib oldik. Bu yoqqa ham. Qani hoppa ana. Bo'ldi, uyimiz tomon yopsak bo'ldi. Uyimiz tayyor. Boltani olaylik. Voy, tushib ketdi. Turib olamiz. Bu yoqqa. Bo'ldi. Uyimiz tayyor. Ana. Bu yerda yo'l aylanib o'tamiz. Ona tubik qo'yibman, tubik. Voy, fanaram yo'q. Shaxta qazimadiga vallahi voy. Shaxta qazimaganimiz chatoq bo'ldi. Hech kim ko'mir chiqa olamidi? Ona verstakni boshqa joyda qo'yaylik. Xo'sh. Bunday turib. Ana o'zimizda bor. Nima verstak esa. Buni solamiz. Xo'sh. Juda qiron bo'lib ketdi lekin. Hozir biz salaq yasolamiz. Sunduq. Hozir mana yangi merli uchun qatyapti shuncha. O'zi eski merda o'ynasa bular qatmaydi. Kerak narsalar shunda solib qo'yamiz hozircha. Yo'q, bular kerak bo'ladi, eshik kerak emas. Qolgan narsalar kerak. Voy, traktordan yo'q. Zerikib ketyapman. Nima qilamiz? Bolalar, keyingi videolar ko'rishguncha xayr. Shu videoda
birinchi qismi tugadi. Bu serial bilsanglar kerak, boshida aytdim. Xullas, birinchi qism tugadi. Yaxshi qolinglar. Keyingi videolar ko'rishguncha xayr.